Afsona Marcelo bunaqasi kamdan kam keladi do'stlar. Unga menimcha boshqa klubning muxlislari ham shundoq soat 1da bo'lsa ham o'rinlaridan turib qarsak chalib qo'yishsa bo'ladi. Maestro futbol faoliyatini yakunladi va tabiiyki kim bilan xayrlashib ketishdi? Santiago Bernabeu bilan xayrlashib ketishdi. O'g'li ham o'ynaydi. Ikki maestro. O'yindan oldin boshqacha bir tadbir amalga oshirishdi. Bu ta'sir qiladi baribir futbolchilarga. Real Madrid muxlislari har kim ketdi, endi ketadigan joyga hozir mana bu kadrlar